Hammaga assalomu alaykum. Bugun Instagramda zo'r bir relise gözüm tushib qoldi va shu haqida sizlar ham bo'lishacakman. Bu ruscha video rolik edi. Bir inson ko'chada kichkina qizi bilan ko'chaga aylanishga chiqadi. O'zini qizini olib chiqadi. Va qizchasi aytadi kichkina qizi, "Dadajon" dedi, ko'chada yurganda olma sotib turganlarni ko'rib turib, "Menga ham olma bering" dedi. Va uje dadasi yanında kam pul olib chiqqani uchun puli kam bo'ladi va uni puli bor yo'q 2 dan olmaga yetadi. Ve 2 almani olgan qiz 2 alma qo'linda vaqtida dadasi aytadi. "Qizim, menga almalaringdan bermisanmi?" dedi. "Almalaring bilan ulashmaysanmi?" dedi da. Shunda qizi zudlik bilan, tezlik bilan har bir almani bir tishlaydi. Tez. Va dadasi shu yerda sразу o'ylanadi. Biling, men nerda yanglishdim ekan? Nerda xatolashdim tarbiyasindagi qizim